Pogrejnoy termostat bilan nasos ulanishi. Chopdi video. Gilamni tokimiz kelyapti. Faza 0. Qaysi faza, qaysi 0? Farqi u yerda ulashga bog'liq. Обычный ko'ki 0 bo'ladi. Bunisi Qolgan ranglilari faza bo'ladi. Hop, manba pogrejnoymizga ketayotgani. Hop, bu yerda 1 bilan S yozig'i bo'ladi bunda. 1 bilan S. 1 ga ko'p ulaganmiz, S ga buni ulaganmiz chiqishini. Biz har doim bundan o'chib yoqilishini faza qilishimiz kerak. Demak, buni bunday qilamiz. Mana kirayotgan fazamiz, bunga kirayotgan 1. Faza ulandi. Kirib ketdi. Bundan qaytib chiqyapti tok. Faza qaytib chiqyapti. Bundan nima qilishib? LM 0 faza. Bu yerda fazani oq qilganmiz. Bundan chiqayotgani ham mana oq faza chiqyapti. Buni bir-biriga ulaymiz. Kelgan mana ikkita nurni bir-biriga ulab qo'yamiz. O'shanda bizda mana gilamni tok kelyapti. Faza kelyapti. Mana faza bo'lsa kirdi. Birinchi bo'lib pogrejnoy kirdi. Tok pogrejnoy kirdi. Faza bo'ldi. Bu ishlayotgan paytida bunga tok beryapti nasosga. Bu gradus yetgandan keyin, masalan, mana gradus yetgandan keyin chiqib ketib o'chadi. Tok uzdi bu. Uzgandan keyin bundan chiqayotgan faza, bunga kelayotgan faza o'chdi. Shunda nasosimiz taqmaydi. Yana sovigandan keyin chiqib ketib yonadi, yana tok beradi bunga. Shunda ham chiqayotgani mana nasos ketyapti. Tok berdi, ishladi. Nur постоянно ulanib turadi. Все.